Oxirigacha kirganda nafasim bo'g'izimga tiqildi. Bunaqa qalin va uzunini tasavvur ham qilmagandim. Shu payt Assalomu alaykum. Meni 5-1 Shevchi ashaddiy muxlislarim. Meni sog'inib qolmadingizmi? Men yana qaytdim. Ilonni boshini ushlang va boshladik. Undan keyin o'ziga o'sha ishonch ketib qolgan yaxshi holat turadigan holatlarda ham faqat o'tirishgan o'sha bu bilan erak aladi misol uchun, keyin qon tomirdan o'sha venadan qon kelib qavorganligi uchun ular aloqa olmaydi kitta darzning venalarni priyasini aytamiz. Shunaqa holat bo'lsa suxtirga olamiz. Keyin bu orqasiga nima kiyg'izib, mana buni bani ustiga kiyg'izib olamiz. Kiyg'izib olamizni, bu keyin mana ochilib turgan bo'ladi. Pastga tushirib oladiga kirg'izib tegiga tushib qo'ysang, olat turgan holatida tushoq qoladi. Qisib tegidan keyin bemalol aloqa qilish mumkin bo'ladi. To'liq bo'lgandan keyin uni bilan olib tashlasa, yana olat o'sha tumensa qoladan chiqib ketadi. Bu kimga kerak? Qanaqalarga kerak-ku? Qanaqa kasalliklar? Onamir kasalliklar bilan organizmskiy prosesni buzilgan, impotensiya bo'lgan odamlar bor yoki o'sha olati kichkina o'ylaydigan odamlar bor. Bularning hammasiga o'sha davo sifatida berilgan. Ya'ni oreksopatologiyada bilasizmi, juda ko'p olimlarning kitoblari bor, maqolalari bor va ularning hammasini fikrini jamlashgan narsa mana shu lokal manfiy bosim bilan davolash metodi. Pompa bilan qabul qilingan. Butun dunyoda eng aktual, eng yaxshi metod hisoblanadi. Yaxshi effekt beradigan metod hisoblanadi va tezda ko'zdagi niyatga yetishi mumkin agar shunaqa apparatni olinadigan bo'lsa. U holatida sharoitida bu har bitta apparat uchun albatta disklar bor. Bu disklarni qo'yib yana instruksiyalarni yaxshi o'rganib chiqishi mumkin. Bu sal nima ekranda ko'rsatishni qilib narsa bo'lganligi uchun, jins organlarining ko'rinishi bilan bog'liq bo'lganligi uchun bizga instruksiya shaklida ko'rsatganimiz yo'q. Ya'ni kerakli odamlar buni olib foydalanish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu lokal manfiy bosim bilan olatni o'stirib olish kerak. Qishloq har tong bir xil uyg'onardi. Xoroz qichqirib ye, tandir tutuni, Namasyorovning va uzoqdan eshitiladigan itlarning xurishi. Ammo oshi tong boshqacha edi. Chunki oshi kuni bu qishloqqa yangi kelin kelgan edi. Darvoza oldida to'xtagan mashina, tushirilgan sandiqlar, kelinning bosh yopilgan okramol, ularning bari qishloq hayotiga yangi sahifa ochayotganini bildirib turardi. Mahalla chekkasidagi eski, ammo fayzli hovliga kelin tushdi. Oqartirilgan devorlar, tut va yandak daraxtlari soyasida jim yotgan bu hovli oshi kundan boshlab boshqa nafas ola boshladi. Go'yo bu uy nafaqat kelinni, balki uning yuragida yashiringan sirlarni ham bag'riga olgandek edi. Yangi kelinning ismi Zaynab. U shaharda o'lgaygan, shovqinli ko'chalarda yurib, odamlarning ko'ziga tik qarashni o'rgangan, ammo hech qachon yuragini hech kimga to'liq ochmagan qiz edi. U turmushga chiqayotganida muhabbatni emas, tinchlikni tanlaganini o'zi ham bilardi. Ammo tinchlik ham ba'zan yurakni ezishini u hali bilmasdi. Erining ismi Rustam. Rustam mehnatkash, jismonan kuchli, lekin hislarini ifodalashni bilmaydigan erkak edi. U muhabbatni so'z emas, majburiyat bilan ko'rsatardi. Zaynab dastlab buni erkaklik deb o'yladi. Ammo kechalar bir to'shakda yotib ham yolg'izlikni his qilish qanchalik og'ir ekanini tezda tushundi. Qo'shni hovlida esa yolg'iz bir yigit yashardi. Uning ismi Anvar. Qishloqda uni sokin, kamgap deb bilishardi. Ammo bu sokinlik ichida yovvoyi ehtiros, yillar davomida aytilmagan orzular yashar edi. Anvar kechalari deraza yonida o'tirib, sigaret tutuniga xayollarini qo'shib osmonga qarardi. Zaynab Anvarni birinchi marta kelin bo'lib tushganidan keyingi kuni ko'rdi. U hovlida supurib yurganida devor ortidan ovoz eshitildi. "Assalomu alaykum, kelin opa." Zaynab boshini ko'tardi. Devor ustidan egilib turgan yigitning nigohi galati edi. U ochiqchasiga qarardi, yashirmasdi. "Va alaykum assalom" dedi Zaynab. Oddiy so'zlar edi, ammo yurak shiddat bilan urib ketdi. Kunlar o'ta boshladi. Zaynab qishloq hayotiga moslashdi. Ammo bu moslashuv ichki qarshilik bilan kechardi. Rustam tong sahardan chiqib ketar, kechga yaqin qaytar, ba'zan esa umuman kelmasdi. Zaynab hovlida yolg'iz qolar, fikrlari esa qo'shni devordan oshib ketardi. Anvar bilan uchrashuvlar ko'paydi. Quduq boshida, arik yoqasida, do'kon yo'lida suhbatlar oddiy gaplardan boshlanar, ammo tezda yurakka tegadigan savollarga o'tardi. "Baxtlimisan?" so'radi Anvar bir kuni. Bu savol Zaynabni divdiratdi. "Bilmayman" dedi u, rostini aytib. "Eng xavfli javob shu" dedi Anvar, sekin. Zaynab kecha uxlay olmay qoldi. Rustam yonida jim yotar, tanalari yaqin, ruhlari esa uzoq edi. Zaynab esa ichida yonardi.
U o'ziga ayblardi, ammo ehtirosni bo'g'a olmasdi. Anvarning ovozi, qarashi, hatto jimligi ham uni o'ziga tortardi. Bir kuni yomg'ir yog'di, qishloq loyiga botdi. Rustam kechikdi, Zaynab uyda yolg'iz edi. Chiroq birdan o'chib qoldi. Yuragi tez ura boshladi. Darvoza taqilladi. "Menman, Anvar." U hovliga kirganida havo o'zgardi. Nafaslar yaqinlashdi. Yuraklar portlay dedi. "Sizni xohlayapman", dedi Anvar titrab. Zaynab ko'zlarini yumdi. Bir lahtanasi bo'ysunmoqchi bo'ldi, ammo u orqaga chekindi. "Yo'q", dedi u. "Agar hozir bo'lsa, men o'zimni yo'qotaman." Bu rad etish Anvarni ham Zaynabni ham larzaga soldi. Shu kundan keyin ular ehtiyotkor bo'lishga harakat qilishdi, ammo ehtiroz ehtiyotkorlikni yoqtirmasdi. Har bir qarash, har bir tasodif ichki bo'ronni kuchaytirardi. Qishloqda gap so'z chiqdi, kimdir ko'rdi, kimdir sezdi. Rustam esa hammasini bilib turgandek jim yurdi. Bu jimlik Zaynabni yanada qiynardi. Bir kuni Rustam so'radi: "Sen baxtlimisan?" Zaynab yig'lab yubordi. "Bilmayman." Rustam uzoq jim qoldi. "Men seni majburlab ushlab turmayman", dedi u. Nihoyat bu so'zlar Zaynabning yuragini tilib o'tdi. Anvar ketishga qaror qildi. "Agar ketsam sen tinchlanasan", dedi u. "Yo'q", dedi Zaynab. "Men bo'sh qolaman." Oxirgi kecha oy nurida arik bo'yida uchrashishdi. "Haqiqatni bilishing kerak", dedi Anvar. U cho'ntagidan eski surat chiqardi. "Ikki bola, bir yuz, bir qon. Biz aka-ukamiz", dedi Anvar. Rustam bilan bir otadan, ikki onadan. Zaynabning hamma narsa qulab tushdi. Rustamning jimligi, Anvarning azobi, hammasi ma'no kasb etdi. "U biladimi?", dedi Zaynab. "Biladi va seni sevib sukutni tanladi." Ertasi kuni Anvar ketdi. Rustam esa uni sukut bilan kuzatdi. Zaynab nihoyat jumboqni tushundi. Bu ehtiros emas edi, bu sinov edi. Asl sevgi esa bilib turib voz kechish, jim turib sevish ekan. Shu yerda jumboq ochildi. Oxirigacha kirganda nafasim bo'g'izimga tiqildi. Bunaqa qalin va uzunini tasavvur ham qilmagandim. Shu payt: "Assalomu alaykum. Meni 5-1 shevchi ashaddiy muxlislarim. Meni sog'inib qolmadingizmi? Men yana qaytdim. Ilonni boshini ushlang" va boshladik. Undan keyin o'ziga o'sha ishonch ketib qolgan yaxshi holat turadigan holatlarda ham faqat o'tirishgan o'sha bu bilan erak aladi misol uchun, keyin qon